23 dekabr 2025-yil soat 21:25 da Milliy telekanalida Tozalovchi serialining 122-qismi namoyish etiladi. Ushbu epizod voqealar rivojida muhim burilish bo'lishini va tomoshabinni yanada chuqur hissiy kechinmalarga olib kirishini va'da qilmoqda. Tozalovchi oddiy dramatik serial doirasidan chiqib, insoniy mas'uliyat, yashirin haqiqatlar va sukutning qanchalik qimmatga tushishi haqida mulohaza yuritadigan asarga aylangan. Har bir qahramonning qarori bejiz emas, o'tmishdagi har bir xato bugungi kunga o'z ta'sirini o'tkazadi. Syujet mayda detallar orqali ochilib, voqealarga yanada ishonchlilik bagishlaydi. Serialda ayol obrazlari alohida o'rin tutadi. Har bir mojaro, har bir chang ortida bir ayolning hikoyasi borligi aniq seziladi. Aynan shu qahramonlar orqali voqealar chuqurlashadi, ichki kechinmalar esa tomoshabinga yaqinlashadi. Ular mukammal emas, ammo juda hayotiy. 122-qism avvalgi voqealarning mantiqiy davomi bo'lib, dramatik keskinlikni yanada kuchaytiradi. Tozalovchi tomoshabinni faqat kuzatuvchi emas, balki fikrlovchi ishtirokchiga aylantira oladigan serial sifatida o'z mavqeini saqlab qolmoqda.